Yo'qki Carfax bilan Kia EV6 elektromobil mashinamiz bor. Mashinamizning qilinadigan ishi shu yonida kapot, fara, zbori bamper, ходовой часть ozgina ishi bor. Mashinamiz qora rangda bo'lib 2023 7-oy 65 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamiz kreshlarga tushmagan, blokka tushmagan. Mashinamiz avval bo'lib turibdi. Faralarni ko'rishingiz mumkin. Eng qiziq joyiga kelamiz. Mashinamiz qoraga oq salon ko'rishingiz mumkin. Salon ощущениялari kombinatsiyada ishlangan. Lekin mana svetlari alohida tema 360 lari bor. Mashinamiz 65 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Hamma funksiyalari bor. Orqa rondolari, hamma joylari yaxshi holatda. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsa bo'ladi. Mashinamizning narxi Koreyadagi narxi $11,800. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqsa bo'ladi. O'zbekistonga rastamojga, yo'l kiralari, usta haqqilari bilan примерно $21,000-22,000 ga aylanadi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqing, chiroyli qilib olib, yuklab jo'natib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.